Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun 7-mavzu ishqalanish kuchi va uning turlari haqida gaplashamiz. Ishqalanish kuchi. O'zi ishqalanish kuchi nima degani? Ishqalanish kuchi jismlarning bir-biriga tegib turgan kontakt yuzalarining g'adir-budirligi tufayli harakat yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalishda paydo bo'ladigan kuchga ishqalanish kuchi deydi. Ya'ni tabiatda biz bilamizki, ishqalanish g'adir-budirlik tufayli hosil bo'ladi. Bu g'adir-budirlik tufayli hosil bo'lishi materiallarni ishlab chiqarganda yoki detallarni ishlab chiqarganda ularni yuzasidagi protsessdan keyin, ya'ni ishlab chiqarish protsessidan keyingi tabiiy hosil bo'ladigan g'adir-budirlik tufayli yuzaga keladi. Misol uchun inson tanasini ham oladigan bo'lsak, inson tanasida ham ma'lum bir g'adir-budirlik bo'ladi. Agar shu g'adir-budirlik bo'lmasa, inson tanasi jismlarni ushlay olish qobiliyati bo'lmas edi. Demak, harakatga qarama-qarshi yo'nalishda hosil bo'ladigan kuchga ishqalanish kuchi deyilar ekan. Demak, biz harakat qaysi tomonga bo'lsa, o'sha tomonga qarama-qarshi ravishda ishqalanish kuchi yuzaga keladi. Misol uchun biz oldinga harakatlanadigan bo'lsak, oyoqlarimiz ostidan bizni harakatimizga qarama-qarshi ravishda, ya'ni orqa tomonga nisbatan ishqalanish kuchi yo'nalishi sodir bo'ladi. Ishqalanish kuchi hayotda deyarli hamma joylarda uchraydi. Endi ishqalanishni o'zi foydali va zararli tomonlari bor. Foydali tomonlari ishqalanish bor joyda yopishish hosil bo'ladi. Ya'ni siz tik turishingiz mumkin yoki qandaydir muvozanatni ushlashingiz mumkin yoki nimadirni suyanib turishingiz mumkin. Ya'ni ishqalanish kuchi o'sha ikkita jismni bir-biriga yopishib turishini ham ta'minlaydi. Endi ishqalanish kuchini, ya'ni ishqalanishni salbiy tomonlari, ikkita yuza bir-biri bilan ishqalanish natijasida yuzalarni zib ketish hodisasi yuzaga keladi va yuzalarni yemirilish hodisasi yuzaga keladi. Barchamiz bilamiz, avtomobillarni kalotkasi vaqt o'tgandan keyin yemirilib ketadi. Bu ham o'sha kalotka bilan diskani orasidagi ishqalanish, ya'ni tormoz berib yurganda ishqalanish natijasida yemirilishga olib keladi. Ishqalanishni 3 ta turi mavjud. Tinchlikdagi ishqalanish, sirpanishdagi ishqalanish, dumalashdagi ishqalanish. Tinchlikdagi ishqalanish kuchi. Tinchlikdagi ishqalanish kuchi jismni harakatga kelgunga qadar paydo bo'ladigan qarshilik kuchidir. Ya'ni tasavvur qiling, 60 kilogrammlik arava turibdi. Siz uni harakatlantirishingiz uchun 60 kilogrammni o'zini emas, 60 kilogrammdan ko'proq kuch berishingiz kerak. Sababi o'sha arava bilan yerni orasidagi g'ildiraklarning orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti bo'ladi. Shu ishqalanish koeffitsiyenti agar jism tinch holatda bo'lsa, tinchlikdagi ishqalanish koeffitsiyenti hisoblanadi va u mu harfi bilan ifodalanadi. Mana bu yerdagi mu harfi bilan ifodalanadi tinchlikdagi ishqalanish koeffitsiyenti. Bu koeffitsiyent jism biror joyda turishini ta'minlaydi, ya'ni harakatga kelguncha bo'lgan vaziyatda ishlatiladi. Yana oddiy misol, stolni ustiga chashkani qo'yasiz. Chashka sirg'anib ketmaydi. Sababi o'sha chashka bilan stolni orasidagi, ya'ni yuzalari orasidagi tinchlikdagi ishqalanish koeffitsiyenti bo'ladi. Rasmda ham ko'rib turibmiz, mana quti stulni ustida turibdi yoki ikkinchi detalni ustida turibdi. Ya'ni tinch turgan bo'lsa, bu yerda faqatgina tinchlikdagi ishqalanish kuchi bo'ladi. Endi agar jism
harakatlanishni boshlasachi? Odatda harakatlanganda sirpanish yuzaga keladi. Ya'ni tinchlikdagi ishqalanish kuchini oxirgi chegarasi bo'lib, jismni joyidan qo'zg'atib olish uchun kerak bo'ladigan kuchdir. Ya'ni boya aytganimizdek, o'sha aravani yerdan ya'ni turgan joyidan harakatlantirishimiz uchun biz eng kamida, ya'ni harakatlantirishimiz uchun eng kamida sirpanish, ishqalanish kuchini yengishimiz kerak. Ana o'shandagina ma'lum bir masofaga siljadi. Endi sirpanish, ishqalanish kuchini dinamik ishqalanish kuchi ham deb ataladi. Ya'ni odatda harakat bo'ladigan holatlarda dinamik ishqalanish kuchi kerak bo'ladi. Rasmda ko'rib turibmiz, mana ma'lum bir massalik predmetni, jismni bu odam tortyapti. Agar qachonki mana shu predmet joyidan qo'zg'aldimi, demak bu sirpanish, ishqalanish kuchiga o'tadi. Lekin joyidan qo'zg'almay tinch turgan holatda bu tinchlikdagi ishqalanish bo'ladi. Endi formulasi sirpanish, ishqalanish kuchi teng minus mu ko'paytirilgan mg. Sirpanish, ishqalanish kuchi bilan tinchlikdagi ishqalanish kuchi deyarli barcha materiallar uchun bir xil hisoblanadi. Ma'lum bir materiallarda farq qilishi mumkin, lekin odatda barchasi uchun bir xil hisoblanadi. Ya'ni sirpanish, ishqalanish bilan tinchlikdagi ishqalanish deyarli koeffitsient jihatdan deyarli bir xil bo'ladi. Dumalashdagi ishqalanish. Dumalashdagi ishqalanish kuchi sirtlarning g'adir-budirligi tufayli sodir bo'lmasdan, balki deformatsiyalanish tufayli sodir bo'ladi. Ya'ni dumalashdagi ishqalanish o'zi nomi bilan aytib turibdi. Jism bir sirt ustida sirpanmaydi, aksincha dumalash, ya'ni ikkinchi sirtni ustida harakatlanish yuzaga keladi. Bu dumalab harakatlanish deformatsiya yuzaga keltiradi. Deformatsiya degani jismga yuk ta'sir etilganda o'zini holatiga qaytishi hisoblanadi. Ya'ni bilamiz, gubkani, ya'ni machalkani bosib qo'yvorsak, o'zini holatiga qaytadi. Yoki prujinani bosib qo'yvorsak, o'zini holatiga qaytadi. Mana shu deformatsiya hisoblanadi. Endi qattiq yuzalar ustida deformatsiya hosil bo'ladi, lekin bu sezilarli bo'lmagani uchun deyarli deformatsiyaga uchramadi deb hisobga olinadi. Demak, agar sirt ham, g'ildirak ham deformatsiyalansa, dumalashdagi qarshilik sirt va g'ildirak deformatsiyasidan yuzaga keladi. Ya'ni har bitta jismda ma'lum bir miqdorda deformatsiya hosil bo'ladi. Dumalashdagi qarshilik kuchi F ishqalanish teng minus F, ya'ni dumalash ishqalanish koeffitsiyenti ko'paytirilgan mg ga teng bo'ladi. Mana bu rasmda ko'rib turibmiz. Dumalash ishqalanishi mana jism deylik o'ng tomonga harakatlanayotgan bo'lsa, ishqalanish chap tomonga ko'rsatiladi. Ya'ni ishqalanish kuchini yo'nalishi. Endi turli hollardagi bosim kuchi va ishqalanish kuchi. Agar jism x yuzada bo'lsa, ishqalanish kuchini topish birmuncha osonroq. Lekin jism qandaydir qiyalik burchakda bo'ladigan bo'lsa-chi, bunda jismni kuchlarni proyeksiyasini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, agar jism ma'lum bir qiyalik burchagiga ega bo'lgan, qiyalikdan tushib kelyapti deb tasavvur qilamiz. Mana jism ma'lum bir qiyalikka ega bo'lgan, ya'ni burchagiga ega bo'lgan qiyalikdan tushib kelyapti. Demak, jismni og'irlik kuchi doim pastga yo'nalgan bo'ladi. Ya'ni qiyalik qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u yerga nisbatan
perpendikulyar ravishda yo'nalgan bo'ladi. Va xuddi mana shu og'irlik kuchini ikkita proyeksiyasi bo'ladi. Ya'ni jismni harakati qiyaligi bo'ylab bo'lyaptimi? Demak, shunga parallel ravishda kuch bo'ladi va bu parallel kuchga mos ravishda perpendikulyar kuch bo'ladi. Demak, jismni og'irlik kuchiga parallel bo'lgan kuchimiz mj sinus alfa bilan ifodalanadi. Alfa bu mana bu yerdagi qiyalik burchagi hisoblanadi. Endi perpendikulyar bo'lgan kuchimiz esa mj kosinus alfa orqali ifoda qilinadi. Demak, agar qiyalikdan jism hech qanday qo'shimcha kuchlarsiz, ya'ni o'zini qo'ysangiz sirg'anib ketyaptimi? Demak, bu yerda jismni pastga tortuvchi kuchimiz mana bu F J parallel hisoblanadi. Ya'ni F og'irlik kuchiga parallel bo'lgan kuchimiz jismni pastga tortadi. mj sinus alfa. Endi bu pastga tortish natijasida qandaydir tezlanishga ega bo'ladi. Mana shu tezlanishimiz j ko'paytirilgan sinus alfa minus mu ko'paytirilgan j kosinus alfa orqali topiladi. Ya'ni qiyalikdan tushayotgan jismni olgan tezlanish. Endi xuddi mana shu holatda jismni ishqalanish kuchi qayerda bo'ladi desa, ishqalanish kuchi perpendikulyar kuchga mos ravishda bo'ladi. Ya'ni perpendikulyar kuchimizni mu ga ko'paytirganimiz orqali kelib chiqadi. O'zi ishqalanish kuchi normal kuchni ishqalanish koeffitsiyentiga ko'paytmasi hisoblanadi. Demak, mj kosinus alfamiz normal kuch, uni ishqalanish koeffitsiyentiga ko'paytirish orqali mana shu yerdagi, ya'ni qiyalikdan tushib kelayotgan jismda hosil bo'lgan ishqalanishni topamiz. Agar jism pastga qarab harakatlanayotgan bo'lsa, ishqalanish kuchi yuqoriga bo'ladi. Agar jism yuqoriga tortilayotgan bo'lsa, ishqalanish kuchi pastga bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.